Hoy, nega mashinani quchoqlayapsiz axir? Bu temir-ku, mashinani quchoqlasam nima qilibdi? Boshqa quchoqlanay, xo'pmi? Adabingizni beraman bo'lmasa. Bo'ldi, vahima qilma. Unda yur, mashinaga seni aylantirib kelaman. Yo'q, men ovqat tayyorlayotgandim. Bo'pti, bor o'chirib kel bo'lmasa. Takoy mashinaga. Roli narigi tomonda ekan, maylicha o'tib olamiz. Xo'p, endi mashinani haydab ko'rish kerak. Qayoqqa haydasam ekan? O'sha yoqlarga, uzoqlarga haydab kelaman, garojdak. Xo'sh, zavod bo'lmayapti-ku, mana zavod bo'ldik. Qani, let's go, zo'r mashinaga. Voy, asta. Obbo, shu yetmay turgandi. Hoy, to'xtang, menga yordam berib boring. Nima bo'ldi? Voy, qiz, nima qilyapsiz? Mashinam buzilib qoldi. Hozir nima bo'ldi? Mashinangiz buzilib qoldimi? Ha, buzildi dedim-ku. Hozir ko'rib beraman, lekin unchalik tushunmayman-ku, lekin tushunganimcha hozir qarab ko'raman. Hozir aviadagi nimadir bo'pti shekilli, bilmadim, короче, to'g'risi mashinaga unchalik tushunmayman. Вообще tushunmas ekanman, bu вообще boshqa mashina ekan u. Nima qilmoqchisiz endi? Unda borib zapchast olib kelaylik. Mayli olib kelamiz. Unda mashinamga o'tiramiz, birga borib kelamiz. Bo'laveradimi? Mayli, unda ketdik. Ketdik bo'lmasa, hozir men mashinaga minib olay. Ketdik unda, manzilni bilasizmi? Ha, bilsam kerak. Bo'ldi. Siz bu qishloqda oldin ko'rmaganman, kim bo'lasiz? Tanimadim. Men tanimaysiz, opamnikka kelganman. Opangizga kelganmisiz? Yaxshi unda. Hozir qishloqda aylantiraman sizni unda. Siz qishloqda agar birinchi bo'lsangiz, ya'ni birinchi kelgan bo'lsangiz, sizni ko'rib men makillab qo'lyapman, chunki qizlar bilan ko'p gaplashmayman. Sizni xotiningiz bormi? Xotinim bor, uyda o'tiribdi, ovqat qilyaptimi bilmayman, nimadir qilib o'tiribdi. Ha, xotiningiz yaxshi ekan unda. Sizni ham mehmon qilamiz unda. Hozir qaysi tomondaligini bilasizmi o'zi? Ha, bilsam kerak. Yaxshi. Bizni jetellar farosatsizroqda ozgincha ko'ryapsizmi, yo'lda turib olgan. Rostdan ham qishloqni jetel bosibdi-yu. Qo'shni anavi qiz bilan o'tib ketgan Jo'xamidi? Ha, Jo'xa edi, men ketdim, hammaga aytaman. Biz ham hammaga aytamiz, davay. Bolalar, davay, hammaga tarqatamiz. Jo'xa yangi qiz bilan yuribdi, xotini uyda o'tiribdi. Jo'xa xiyonatkor, davay, tarqatish kerak, davay. Mana kelib qolding mashinangizni oldiga. Hozir mashinangizni sozlab beraman chotki qilib. Bo'ldi, yaxshi qiz, mashinangiz tayyor bo'ldi. Ha, bo'ldi, kattakon rahmat. Bo'pti, arzimaydi. Men ketdim unda, xotinimning oldiga boray-da. Xo'p, endi xotinning oldiga borayinchi, mashina ham o'zi ham yomon asabni buzdi bor, ana opachani mashinasi hali ham haydab keta olmabdi. Voy, buzib qo'ydim, mayli, to'g'rilab ketaman hozir. Okey, bo'ldi. O'zidan o'zi yurib ketyapti mashinam. Qayoqqa ketyapsan o? Obbo, endi o'zimni mashinam yurmay qoldi. Borib benzin olib kelish kerak. Benzin tugadi shekilli. Mayli, zapravka uzoq emas, mana shu yerda zapravka bor. Yaxshi, uyga kirib bir choy ichsam maza qilib, lekin xotin nima qilib turibdi ekan? Voy, choy tayyorlab qo'y. Eshitibsam, eshitmadi shekilli. Eshitmaydi ham-da, vashchi panada o'tiribdi. Panada o'tirmaganda eshitaman. Shu yerda bir parkovkasini normalroq qilib yuborsam, keyin mashinam shu yerga sig'adi meni ham. Men ham shu yerga qo'ymoqchiman-da, endi parkovka takoy turadi-yu. Xo'sh, birinchi benzinni qo'yib yuboraylik. Mashinani ko'ryapsizlarmi? Takoy mashina, lekin borib, benzinni quyamiz. Takoy hozir benzinni idishini olib borib endi o'sha yoqqa nimaga zapravkani oldiga qo'yib qo'yaman, ya'ni parkovkani oldiga zapravka. O'sha yoqqa borib qo'yaman birdaniga. Asta haydash kerak. Voy, asta. Juda ham astalik bilan haydab bormasam bo'lmaydi. Mana bu yerda yana shu ko'cha chirog'i. Ko'cha chiroqlari to'g'risini aytsam, shunday jonimga tegib ketdi. Aytgancha, men garajim bor mana bu yerda. Ko'chamda ham anchagina tekis joy bor. Nima qilaman parkovkaga borib? Shu yerda turaveradi, mashinam hech narsa qilmaydi. Men oldagi mango deb yozilgan joyda olib tashladim. Qalay bo'pti, okkala deyapman. Toshkentlik emasman, okkala deyapman. Mayli, короче. Ahamiyat bermaysizlar akalar. Xo'sh, ana endi cho'tgan. O'chib qoldi. Dahshat bo'ldi uchgani. Xo'p, endi xotinning oldiga kiramiz. Nima qo'yib bo'lmayapti, men qo'yib yuboramiz. Xotin nima qilib o'tiribdi ekan, xotin bilan gaplashib o'tirsamchi. Tak, hozir. Xotin, qalaysan, yaxshi o'tiribsanmi? Ha, yaxshi. Nima gaplar, nima bo'layapti? Choy-poy tayyorlaganmisan, ovqat deganday? Yo'q, hali janob merga poliz ekinlarni olib borar ekansiz. Bo'pti, hozir yig'ib boraman. Lekin shu janob meram to'g'risini aytsam, jonga tegib ketdi bor. Mayli, hozir berib kelaman unda, sen indamaygina o'tirib tur shu yerda. Tak, xo'p, bizda mana bu yerda ketmon bor edi. Ketmon bilan yig'ishtiriladi. Nima bilan yig'ishtiriladi poliz ekinlari? Poliz ekini bo'lgandan keyin ketmon bilan yig'ishtiriladi. Akalar, ahamiyat bermaysizlar, polizda ham ishlab turish kerak. Ancha vaqtdan beri ishlaganim yo'q. Bilaman, sizlarga polizda ishlashim yo'qmaydi, chunki vaqtinglarni olaman. Endi janob mer aytganda, bo'lmasa qishloqdan xotin ikkalamizni ham chiqazib yuboradi, keyin ko'chada qolib ketamiz. Qayerda yashaymiz keyin? Yashashga joyimiz qolmagandan keyin nima qilamiz? O'shaning uchun ham poliz ekinlarni yig'ishtirish kerak edi, akalar.
Xo'p, olaman, tez olaman. Va всё, ana endi ekib chiqish kerak. Obbo, suv ichib kirib ketganini qaranglar. Ertalabdan sovuq suvga kirish, ertalab deyapman. Shu obeddan oshib kech obed bo'pti. Endi obed bo'pti. Akalar, obedlik qilish kerak. Xotin qani? Voy xotin, ovqatni tayyorla. Eshitmaydi. Chunki deraza yopiq turibdi. Qayerdan eshitsin deraza yopiq turgandan keyin. Bug'doyni full ekmoqchi edim, bo'lmas ekan. To'xtanglar, yig'ishtirib olamiz. Buni qilib ekib bo'lmaydi. Yarmiga kartoshka ekish kerak. Chunki nari tomonda ham xuddi shunaqa yarmiga kartoshka, yarmiga bug'doy ekilgan edi. Endi bu tomonga sabzini bostirib yuboramiz full. Nabarot ekilgandi. Ya'ni bu tomonga bug'doy bilan kartoshka ekilgandi, u tomonda sabzi ekilgandi. Men esa chappa-chaqib ekyapman. Sababi bilasizlar, shu diyor qilib ekish deyiladi, bunaqa ekish. O'shanaqa ekyapman, ketdim borib. Voy, obbo, buzib qo'ydimmi? Hammani necha to'g'rilaveramiz. Janob merga berib kelayin bularni. Keyin kelgandan keyin qarochi ovqatlanaman mazza qilib deganda, ana u qiz qayoqqa ketdi ekan? Opamnikka kelganmanda, opasi kim ekan? Bu yerda o'zi ikkita ayol kishi bor. Bittasi janob merning xotini, bittasi mening xotinim. Lekin janob merning xotinining oldida ko'rinmayapti. Menimcha janob merning qayn singlisi bo'lsa kerak. Tak, hozir so'rab ko'raman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum ajoha, keldingmi? Yo'q, kelgan yo'q, o'tiribman xotinning oldiga uyga. Ha, nima qilyapsizlar xotin bilan? O'tiribmiz choy ichib. Ha, faqat o'tiraverasanmi? Yangilik qachon? Siz ham asabni buzmang, o'zi obunachilarim asabini buzyapti, yangilik qachon deb. Yangilik qilish kerak-da. Bo'lmaydi yangilik hali. Qarochi sog'liqlarni olib kelgandim, har doimgi joyiga qo'yib ketaman. Bitta chirik kartoshka ham bor ekan, mayli buni musorga tashab ketay. Bo'pti. Pulingni ol, bir stak dollarni. Bilasiz o'zi har doimgi pulni olishimda. Qarochdak aytgancha ertalab bitta yerda ana mashinasi turibdi-yu, o'sha qiz mashinasini men haydab ketmay bilmadim. Xullas, mana shu qiz nima deyotgandim? Ha, sizni qayinsingilizmi? Opamnikka keldim dedi. Yo'q, meni qayinsinglim emas. Meni qayinsinglim yo'q. Nimaga yo'q? Yo'q bo'lgandan keyin yo'q-da. Unda kim edi bu qiz? Bilmadim, nima dedi u senga? Opamnikka keldim dedi. Ha, opasini kelgan bo'lsa, seni xotining singlisidir. Tushunmadim. Bo'pti. Unda men ketdim janob mer, boray tezroq. Nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa, men ketdim qarochi. Obbo, agar meni xotinim singlisi bo'lsa, nimaga xotinim aytadi bu qiz bilan gaplashdi? Bu singlim edi-ku deydi. Yo'q, urush bo'lib ketmasa bo'ldi. Tezroq borayin uyga. Agar rostdan ham shunaqa bo'lsa, dabdalam chiqadi. Yaxshisi tez uyga borganim ma'qul. Qayoqqa ketdi ekan? Rostdan ham o'sha qiz yo'qolib qoldi lekin boru. Balki meni qayerdan mashinamni chiqarib oladi. Bo'pti, hozir boraman. Ketmonimni qo'yib olayin. Ketmonni qo'limda olib yurish g'alati-yu. Shu yerda tursam, pulimni ham yashirib ketaman birato'la. Pul mana shu yerda turardimi? Aytgancha xotinga olib borib berish kerak pulni. Hozir xotin o'tiribsiz. Ha, nima bo'ldi? Bu seni singlingmi hali? Ha, singlim-ku. Nimaga aytmading singling kelishini? Bu qizga men yordam berib kelgandim. Qanaqa yordam? Mashinasi buzilib qolgan ekan. Ha, ering juda ham yaxshi ekan, yordam beradi menga. Shunaqa. Qarochda, unda o'tiraveringlar, men sizlarga xalaqit bermayman, pulni qo'ydim, ketdim qarochi borib, JTLlar bilan gaplashib kelaman. Mayli. Bo'pti qarochi, ketdim, o'tiraveringlar. Endi ayollar oldiga o'tirib bo'lmaydi-ku, akalar, o'shaning uchun surib o'rish kerak. JTLlar bilan gaplashib keling. Zediga o'tirgandan ko'ra, "Voy JTLlar, qalay bo'lyapti? Nima tinchlikmisanlar? Nima unaqa vahima qilib o'tiribsanlar?" Jo'xa, sen xiyonatkorsan. Kim aytdi meni xiyonatkor deb? Seni bugun ko'rdim, bitta qiz bilan yurganding birga. Jinnimisan? U xotinimda singlisi ekan. Rostdanmi? Ha, rostdan. Mashinasi buzilib qolganda o'shanga yordam berdim. Ha, chiroyli qiz ekan. Eri bormi, yo'qmi? Nima qilasan? Meni xotinim yo'q-ku, o'shanga aytgandim. Krisa. Yo'q, eri yo'q. Gaplashtiraymi seni? Ha, gaplashtir. Baloni yebsan, xo'pmi? Seni-chi? Meni ham. Seni gaplashtirmayman, lekin galim, xo'pmi? Men bilmasdan urdim, realni aytayapman. Bilmasdan urdim deb, seni ham uraman, asabni tegma. Men jahl qiladi. Yo'qale, qochlaring qoch o'ldirib tashlaydi. Mayli. Qarochi, mashinani parkovka qilib qo'yay, bekor o'tirgandan ko'ra, to'g'rimi? G'irt bekor o'tiribman baribir. Qanday parkovka qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda bo'sh joy topib olish kerak mashinam uchun. Qanday bo'sh joy topamiz? Birinchi o'rinda mana mashinani bunayroq, bunaqaroq qilib turib, qochlaring urib ketaman, dabbalar. Bu asabni buzadi, bu galimlar qaranglar. Bu qoch yaramas, qoch urib ketaman, Urib ketaman deyapsan. Urib ketaman, qoch. Nichiva bor, bular asabni buzaveradi. Eshik yopayli. Bu mashina ichi kirib ketdimi hamayli. Asabimga tegmalaring, xo'pmi? Men parkovkaga yotqizib qo'ymasanlar, parkovchik bo'lib o'tirasanlar keyin. Mashinamni garajga kiritib qo'yganim ma'qulmikan?
Libo joyga qo'ysam bo'laveradi, muhimi jitela tegmasa bo'lgani. Tegsa ham nima qiladi? Jitela tega olmaydi, qo'ldan kelmaydi jitela. Qo'l yo'q-ku jitela, qayerdan qo'ldan kelsin. Hozir burramiz yerga asta. Oy asta, xo'sh. Burul, asta, sekin haydash kerak. O'zi liboy narsani sekin qilish kerak. Agar tezlik yaramaydi bu hayotda. Obbo. Voy, tez haydash kerak ekan undan ko'ra boru. Rasvos chiqyapti mashinani olganimga pushaymon bo'lyapti mashinaman boru, lekin realni zo'r mashina ekan, u realni barsa emas ekan. Realni degani real deganda, u real yaxshi emas degani. Barsa bo'lganda zo'r degani bo'lardi. Asta, bu nima buni parkovka qilish bunchalik qiyin akalar? Sizlar ham mashina parkovka qilib ko'rganmisizlar? To'g'ri, sizlar ham mashina minganmisizlar deb so'rayman. Roli buni chap tomonda ekan, o'ng tomonda emasmi roli? Deb adashibman. Esimdan chiqarib qo'yibman demak. Unda bunaqaroq bu mashina yaqinroq borish kerak, chunki men tushishimga joy qoldirishim kerak-ku. Asta, tak. Tegma. Bu mana sariq mashinaga tegib ketyapti. Bu qimmatbaho mashina egasi ko'rsa, keyin mashinamni nima qilib tashlading? Yaramas deydi. Brat bilmasdan tegib yubordim desam, sen bilmasdan qilasan o'zi hamma narsani. Qachon bilib narsa qilgansan deydi. Bilmadim desam, bilgansan deydi. Asabni buzyapsan deydi. Keyin urush o'lib ketadi, keyin janjal bo'ladi. Qaranglar, qanday mukammal parkovka, qati chiqqa. Mana sariqda bakovoy meni mashinamga tegib qopti. Nimaga teginyapsan deyman. Qo'shnim kelsin, o'zingiz qarang, mashinangiz nimasi bakovoy meni mashinamga tegib yotibdi deyman. Qayoqdan tekkan deydi, bilmayman deyman. Lekin men tekkizib qo'ygan bilsa dabdala. Akalar hozir qishloqda vafshi qiladigan ish qolmadi. Bor kompyuterxonada o'ynayman ekan, nima qilsam ekan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Choy poy qayerdan o'zingizlar qilib ichinglar choy poyda. Men nima ulardan choy poy kerak emasmi deb so'ramoqchi bo'layapman. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum, jo'xa, qalay tinchmisan? Bo'ladi, rahmat, o'z qalaysiz? Rahmat. Ana uyingga kelgan qiz kim? Xotinimning singlisi. Er bormi? Eri nima qilasiz? Meni xotinim yo'q-ku, o'shanga so'rayotgandim. Bu hammalaring xotinni sirab yotgan ekansizlar-da o'zi. Brat, mana kompyuter yo'qib oling, 2 soat o'ynay. Unda 5 soat o'ynaysan. Faqat o'sha qiz bilan bitta gaplashtir. Brat, vashchi o'ynamayman, xo'pmi? Yo, to'xtang. 5 soat dedingizmi? 5 soat. Bo'ldi, nomerni beraman, yozib oling. Ayt. 998 998 keyin 889. Rostdanmi, aldamayapsanmi? Yo'q, aldayotganim yo'q. Teringchi? Hozir mana. Tak. Bo'ldi, ko'tar, rahmat, addush, xohlaganing o'tirib o'ynaver. Mayli, unda gaplashing. Qalaysiz, yaxshi qiz? Faqat ichingizda gaplashing, men xalat qilmang. Tak, qanaqa o'ynaysam ekan? Gitarani yoqib yuboring, gita 5 ta. Bo'ldi, yoqib yubordim. Rahmat, jo'qa. Bo'pti, arzimaydi, brat.